olganda ilmiy stajirovkalarga qanaqa ketsam bo'ladi agentlikning jamg'armasi 100% davlat tomonidan qoplanadi. Aynan men shu borgan shu Chexiya tabiiy fanlar universitetidan o'zim kuzatdim. O'quvchilar qanday kirish imtihonlari qanday bo'ladi. Bitta plyus tomoni bor ekan, ayniqsa xalqaro o'sha nimalarga, talabalarga ularga chex tilini biladigan bo'lsa hamma narsa bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi Tweet podcast loyihamizning navbatdagi mehmoni texnika fanlari falsafa doktori, dotsent Timur aka Qo'chqarov. Timur aka kompyuter injiniring fakultetini dekani hisoblanadilar. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, sizlarni bir ogohlantirib qo'yishim kerak. Bugungi Tweet podcast loyihamizning navbatdagi soni juda ham tezkorlik bilan to'satdan tashkil etildi. Timur akani ko'chada ko'rib qolib, yuring siz bilan podkast olaman deb taklif qildim. O'shaning uchun aybga buyurmaysizlar, agar mabodo sizlar kutganinglardek bo'lmasa. Lekin bugungi mavzuimiz juda ham qiziqarli. Timur aka Qo'chqarov O'zbekistondagi Geo AI yo'nalishi bo'yicha tadqiqot olib boradilar va shu yo'nalish bo'yicha yetakchi mutaxassislardan biri hisoblanadilar. Bugungi mavzuyimiz ham shu Timur akamizning Chexiyadagi stajirovkalaridan taassurotlari va Geo AI haqida, undagi yondashuvlar va istiqbollar haqida bo'lib o'tadi. Timur aka, sizga savollar tayyorlab qo'yganmiz, ruxsat bersangiz, shu savollarimiz bilan boshlasak. Albatta, marhamat. Yaqinda Chexiya davlatida bo'ldingiz stajirovka bilan. Shu stajirovkaning asosiy maqsadi nimalardan iborat? Umuman olganda qanday qilib stajirovka bo'yicha tanlovlarda qatnashiladi va qanday qilib ushbu tanlovlarda g'olib bo'lish mumkin? Tushunarli. Demak, o'zimman stajirovkadagi taassurotlarga o'tishdan oldin bitta ikkita ma'lumotlarni aytib o'tsam, o'sha aynan umuman olganda ilmiy stajirovkalarga qanday borsa bo'ladi. Mana juda ham ko'p yosh tadqiqotchilarimiz bor. Chet elga borishni xohlaydi, qanaqa ketsam bo'ladi degan har xil savollar bor albatta. Bu bo'yicha juda ham ko'p dasturlar bor. Misol uchun O'zbekistonda mana El-yurt umidi jamg'armasi bor. Men aynan o'zim mana shu joriy stajirovkada qatnashib kelganim Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi qoshidagi Innovatsion rivojlanish agentligini aynan qisqa muddatli ilmiy stajirovkalarga jo'natish bo'yicha dasturi bor. Mana shu dastur bo'yicha borib kelganman. Yoningizdan xarajat qilganmisiz yo'qmi? To'g'risini ayting. Shuni aytib o'tay, albatta mana shu El-yurt umidi jamg'armasi va mana bu vazirlikning, agentlikning jamg'armasi 100% davlat tomonidan qoplanadi. Davlat tomonidan beriladigan grant desa bo'ladi. Endi undan tashqari yana boshqa o'sha chet el davlatlari tomonidan taklif qilinadigan grantlar ham bor. Misol uchun Hindistonniki bor. Mana yaqinda juda ham ko'pchilik odam topshirdi. Amerikaning FEP programmasi bor, juda ham ko'pchilik biladi. Hamma narsani o'zlari qoplab beradi. Albatta uning uchun nima deydi, ilmiy background deymiz, o'sha o'ziga yarasha ilmiy natijalarga ega bo'lgan bo'lishi kerak. Portfoliosi kuchli bo'lishi kerak. Albatta. Oliy ta'lim muassasasi yoki ilmiy tadqiqot institutlarida faoliyat ko'rsatayotgan bo'lishi kerak. Endi boyagi nimaga keladigan bo'lsak, avvalambor men rahmat aytmoqchiman o'sha Innovatsion rivojlanish agentligini jamg'armasiga, mutasaddi tashkilotlarga va qolaversa o'zimizni mana rahbariyatga ham rahmat. Shu 3 oy davomida chet elga borib, stajirovka qilib, o'sha ilmiy faoliyatimizni davom ettirib, kelishimizga imkoniyat yaratib berishdi. Endi nimaga keladigan bo'lsak, stajirovkani yutish jarayonida 2023-yilgi tanlovda men o'sha qatnashdim. O'zim shogirdim bilan tayanch doktorantida. Shu birgalikda hujjatni topshirdik. Asosan ikkita bosqichdan iborat o'zi. Birinchi bosqichda hujjatlar saralanadi. Talabi bor, misol uchun siz o'sha qaysi davlatga stajirovkaga bormoqchimisiz? O'sha davlatdan sizga nima deydi, o'sha invitation letter deydi, taklifnoma bo'lishi kerak. Ya'ni siz bilan o'sha chet eldagi universitet, bu farqi yo'q. Top 1000 talikka kiradigan universitet bo'lsa, juda ham yaxshi. Kutib oladigan odam kerak ekan-da, demak. U yoqda siz bilan o'sha ilmiy faoliyat 1 oy bo'ladimi, 2 oymi, 6 oygacha o'zi qisqa muddatli stajirovkalari maksimal muddati. Biz endi 3 oyga tanlaganmiz. 3 oyga tanlagan programmamiz o'sha birinchi demak bosqichda hujjatlarni taqdim qildik. Hammasi muvaffaqiyatli bo'ldi. Ikkinchi bosqich o'sha 2023-yil oxirida, adashmasam oktyabr, noyabr oylarida suhbat bo'ldi. Vazirlik xodim o'sha ishchi guruhlari bor, ekspertlari bor.
suhbat o'tkazadi. U yerda siz o'sha nima qilmoqchisiz, o'zi nima maqsadda bormoqchisiz, o'zi ilmiy faoliyatingiz nimadan iborat, nima olib kelasiz degan savollar, umumiy savollar bo'ladi. Ikkinchi bosqich, albatta mas'uliyatli savollar. Mana shundan ham agar muvaffaqiyatli o'tganingizdan keyin bemalol o'sha endi 3-bosqich desak ham bo'ladi uni yoki o'sha rasmiylashtirish jarayoni desak bo'ladi. Hamma o'sha shartnomalar va hokazo hujjatlar rasmiylashtiriladi va sizga ajratilgan pulni olasiz, bemalol borib Qo'lingizga berib qo'yadimi shunday pulni? shunday Viza kartangizga tushiradi. viza kartangizga yoki uz kartangizga tashlab beradi, bemalol. Borish, qaytish, mehmonxona, ertaga xarajatlar, menimcha taksi puligacha ham to'lab Kunlik berasiz. xarajat, transport xarajatlari, aviachipta, undan tashqari даже shunaqa holat bo'ldi, sug'urta pulimizgacha ham to'lab bergan. Qoyil. И plus nima? Aytaylik, viza jarayonlari bor, elchixonaga to'lanadigan summagacha ham hammasini ko'tarib beradi. Demak, stajirovkaga bormoqchi bo'lgan odam birinchi o'rinda shu invitation letterni tayyorlab qo'yish kerak, ya'ni taklif xatini tayyorlab qo'yish kerak ekan. Albatta. Tushunarli. Keyingi savol. Stajirovka doirasida tashrif buyurgan universitetingiz va u yerdagi o'quv, ilmiy jarayonlar bo'yicha ozgina ma'lumot bersangiz. Albatta, birinchidan xalqaro miqyosda hamkor topish o'zi ham bir muammo. To'g'ri. Deganda biz aynan shu stajirovkani tashkil qilishda endi albatta ilmiy faoliyatimizdan kelib chiqib, ya'ni siz o'sha yerga borib amalga oshiradigan tadqiqot yo'nalishingizdan kelib chiqib turib tanlaysiz va u bo'yicha siz hamkor bo'lish kerak. Bizda qulaylik nimadan iborat bo'ldi? O'sha Chexiya davlatini Life Science University deydi, ya'ni tabiiy fanlar universiteti deymiz. Chexiya tabiiy fanlar universitetiga bordik. Bu top 700 talikka kiradi universitet. Adashmasam top 711 deydi. Oxirgi marta tekshirib ko'rganimda. O'zini yo'nalishi bo'yicha gen informatika bo'yicha top 300 talikka kiradi. Fan o'sha, aynan fan tarmog'i bo'yicha. Kuchli universitetlardan biri o'sha Yevropada. Bular bilan biz hamkorligimiz 2019-yilda boshlangan o'zi, xalqaro loyihamiz doirasida. O'sha professorlar bilan sal tanishib, bunday o'sha Germaniyaga borganimizda o'zimizni chiqishlarimizni, taqdimotlarimizni ko'rib, bizning faoliyatimizga qiziqishgan va o'shandan keyin ulardan bilan nima deydi? Taklifnoma olishda muammo bo'lmadi. O'zlari ham qiziqish bildirdi. Tim bo'lib sun'iy intellekt, ya'ni o'sha axborot texnologiyalariga sun'iy intellektni joriy qilish bo'yicha hozirgi kunda butun dunyoda tendensiya yaxshigina rivojlanib boryapti. Qiziqarli bo'lgani uchun ularga ham, bularga ham, ikkala tomonga ham manfaatli bo'ldi. Shuning uchun asosan shu universitetga, mana Chexiya tabiiy fanlar universitetiga bordik va albatta asosan texnika fakultetida bo'ldi faoliyat. U yerda biz bilan ikkita professor ishladi. Birinchisi o'sha ularda associate professor deydi, dotsent. Itka Kumxalova и Frantishek Kumxalova degan professorlar bilan faoliyat olib bordik. Yo'nalish asosan axborot texnologiyalari, masofadan zondlash va sun'iy intellekt texnologiyalarini tatbiqi. Tushunarli. Ozgina tadqiqot mavzuyingizdan ozgina chetga chiqamiz, chunki bizani ham asosan talabalarimiz kuzatishadi. Bitta savol tug'iladi. Menda ham, menimcha talabalarimizda ham tug'ilsa kerak. Chexiya davlatida o'sha oliy ta'lim tizimida talabalar qanaqa o'qiydi? Bizaniki bilan bir solishtirib bersangiz, osonroqmi yo qiyinroqmi? Qiziq savol berdingiz, to'g'risi. Uni nima deydi? Ko'pchilik mana talabalarimiz ayniqsa hamma, biz o'zim ham talaba paytimda juda ham xohlardim chetga chiqib, chet elda xuddi bir hamma narsa zo'r, hamma narsa boshqachadek ko'rinadi, tuyuladi. Shunaqa bo'lgan. Aynan men shu borgan shu Chexiya tabiiy fanlar universitetidan o'zim kuzatdim. Chunki o'zim ham faoliyatim dekanat bilan bog'liq, fakultet bilan bog'liq, o'quv jarayoni bilan bog'liq bo'lgandan keyin qiziqdim. Qanaqa o'zi o'quv jarayoni, qanday kirish imtihonlari qanday bo'ladi? Talabalarning imtihon topshirish jarayoni qanday? O'qituvchi bilan talaba o'rtasida qanaqa nima deydi? Tizim bor, ular qanaqa o'qiydi? Kuzatdim. Birinchi o'rinda meni hayratlantirgan narsa universitet qabul jarayonini o'zi amalga oshirar ekan. Bizanikiga o'xshagan DTM degan narsa yo'q. Davlat test markazi unaqa narsa yo'q. Ya'ni o'quvchi shu maktabni bitirdi, o'ziga yarasha ball bilan universitetga boradi. Ular ham imtihon topshirayotgan paytida agar balli pastroqmi, maktabni zo'r tugata olmadimi, u yaxshi universitetga samo собой kira olmaydi. Chunki undan kuchli bolalar undan o'tib ketish ehtimoli yuqori.
o'shaning uchun o'zini kuchidan kelib chiqib, yo'nalishidan, qiziqishidan kelib chiqib topshiradi. Asosiy imtihonlarni universitetning o'zi qabul qiladi. Aynan biz borgan paytimizda mana iyun, iyul, avgust oylarida 3 oy davom etgan bo'lsa, biz borgan paytimizda aynan o'sha kirish imtihonlari bo'layotgan paytlariga ham duch keldik. Bitiruvchilarni nimalariga ham to'g'ri keldi. Plus imtihon jarayonlari, endi bu kirish bo'ladigan bo'lsa, kirish universitetni o'zi oladigan bo'lsa, imtihon jarayoni qanaqa bo'ladi? O'sha bevosita har bitta fan bo'yicha professor o'qituvchi o'zi o'sha har bitta talabani o'zi baholaydi. Alohida intervyu o'tkazadi. Testdan o'sha suhbat o'tkazadi, har xil tasklarni bajaradi, loyihalarni bajaradi. Ko'proq ularda o'sha amaliy nuqtai nazardan kiradi, tizimini ko'rsatib beradi, ishlatib beradi. O'sha asosda baholaydi. Ularda juda ham qattiq ekan, bitirish protsenti juda past. Universitetni bitirish protsenti. Misol uchun bizda mana sal bitta fandan talabalar ozroq qolib ketadigan bo'lsa, darrov men qolib ketdim. Nima bo'ldi? Janjal qilish, bosh ko'tarish boshlaydi. Savollar juda qiyin bo'ldi, nimaga unaqa bo'ldi? Ularda bu narsa tabiiy hol ekan. Chunki ko'rib, o'sha professorlar bilan gaplashdik. Misol uchun bitta fan ikkinchi fanga bog'liqmi? Birinchi fanni topshira olmagan bola keyingi fanga уже o'qiy olmaydi ham. Mana bu fanni qaytadan o'qimaguncha keyingi fanni o'qimaydi. Shunaqa holatlar bo'ladi. Misol uchun magistraturaga ayniqsa 200 ta bola kirdimi? Shunaqa yo'nalishlar bor. 50 ta bola bitirgan paytlari ham bor. Ya'ni to'rtdan biri. O'qish juda qiyin. Juda qiyin. U yerda misol uchun o'qituvchi 2 qo'ydimi, u birinchidan sababsiz emas yoki o'sha o'zlashtira olmadimi? Sababsiz emas. Ikkinchidan shunga yarasha talab bo'ladi va o'quvchilarda e'tirozli holat уже deyarli yo'q. Chunki biladiki, ya'ni talabada topshira olmadi, bo'ldi, qaytadan o'qish kerak, qaytadan shu narsani topshirish kerak. Tushunarli. Yana bitta plyus tomoni bor ekan, ayniqsa xalqaro o'sha nimalarga, talabalarga, ularda chex tilini biladigan bo'lsa, hamma narsa bepul. Qo'yil. Boshqa davlatdan kelgan farqi yo'q. Chex tilidagi gruppasida o'qisa, 100% grant o'qiydi. Qo'yil. Stipendiya ham to'lasa kerak? Stipendiyasi, menimcha stipendiya haqida menimcha stipendiya yo'q, lekin hamma narsasi bepul. Tushunarli. Hamma narsa bepul. Boya aytdingiz, qaysidir fandan qolib ketsa, birinchi qayta o'qiydi, keyin o'sha boshqa faniga o'tadi dedingiz. Qayta o'qishi pullimi? Bilasizmi? Ma'lumotga egamisiz? Menimcha ularda qayta o'qishga nima o'zini puli bor, pul to'laydi. Ya'ni o'sha o'zlashtira olmadimi, qaysidir semestrdagi kursga o'qiydi, o'sha kursga nimasini to'laydi, faqat xalqaro bo'lsa, lekin o'zini talabalariga hammasiga bepul. Qayta o'qish. Ularda ularda nima yo'q? Kontrakt yo'q. Kontrakt degan narsa yo'q. O'qishga kirish qiyin bo'lgandan keyin menimcha hammasi davlat tomonidan 100% qoplanadi. Qiziqarli juda ham. Xo'p, keyingi savolga o'tsangiz, ruxsatingiz bilan, qaysi yo'nalishda ilmiy ishlar olib bordingiz va qanday natijalarga erishdingiz? Shu bo'yicha ham bir qisqacha ma'lumot berib ketsangiz. Bu savolingizga iloji boricha soddaroq javob berishga harakat qilaman, chunki bizani talabalar ko'rishi mumkin. Talabalar ham agar shu sohaga qiziqib, shu yo'nalishga kiraman desa, men xursand bo'lardim, chunki haqiqatda hozirgi kunda juda ham rivojlanayotgan sohalardan bittasi o'sha Geo AI deb boya aytib o'tib ketdingiz, geointellektual tizimlar. Bu endi o'zi Geo AI ning orqasida nima turadi? 3 ta narsa turadi. Birinchisi geoaxborot texnologiyalari, remote sensing deymiz, masofadan zondlash, ya'ni o'sha kosmik snimkalar, dronlarda olingan tasvirlar. Uchinchisi sun'iy intellekt. Endi uni sun'iy intellekt hamma biladi. Geoaxborot texnologiyalarini ham tushunadi ko'pchilik talabalarimiz. O'sha remote sensingda ham dronni olingan tasvirlar. Bu dronni olingan deganda ko'pchilikda nima paydo bo'ladi? Unday dron uchirdim, unday rasmga tushirdim bo'ldi emas. Uning orqasida juda katta masalalar bor. Hozir ham imkon darajasida oddiyroq aytib o'tishga harakat qilaman. O'sha asosiy tadqiqotimiz kosmik snimkalardan olingan tasvirlar, ya'ni kosmosnimka deymiz, sun'iy yo'ldosh orqali olingan tasvirlar va dronlardan olingan tasvirlarni qayta ishlab, raqamli qishloq xo'jaligi uchun sun'iy intellektni tatbiq qilgan holatda o'sha fermer bo'ladimi yoki mutaxassislarga qulay geoportal ishlab chiqishga o'zi bag'ishlanadi. Endi o'zi Geo AI nima, geointellektual tizimlar hozirgi kunda perspektivasi qanday? Ya'ni shu istiqboli, o'sha bo'yicha ham ba'zi statistikalarni aytib o'tsam, agar ruxsat bersangiz. Albatta, biz uchun juda qiziqarli. Men o'zim o'sha tadqiqot olib borish jarayonida o'rganib, o'sha
ya'ni tasdiqlangan ma'lumotlarni olib keldim. Demak, AQShning Industry Arc degan marketing tadqiqotlar va konsalting xizmatlari bo'yicha yetakchi tashkiloti bor. Uni shu 2023-yilgi rasmiy hisobotida geointellektual tizimlar bozorining 2024-2030-yillarga mos o'sha bashorat statistikasida keltirilganki, aynan ma'lumotlar tahlilini sun'iy intellekt asosida amalga oshiradigan dasturiy vositalar bozori 2026-yilga borib 172 million AQSh dollarini tashkil qilishi bashorat qilinyapti. Bu bozorni o'rtacha yillik o'sishini o'sha davrda 2021-2026-yillar davomida 30% ga oshishiga olib keladi. Bu narsa 2032-yilga borib 34,5 milliard AQSh dollariga yetishi nazarda tutilgan. Bir necha 10 barobarga demak. Bu butun dunyoda, mana misol uchun Germaniya deymizmi, men o'zimiz ham shu 2018-yil, 19-yillarda tashrifimiz doirasida katta tashkilotlari bor. O'sha kosmosnimkalar bilan shunaqangi bitta nimaga bordik, tadqiqot ish bilan tanishdik. O'rta Osiyoga yetib keladigan suvni sarf hisobini ular qilib o'tiribdi. Qanday qilib? O'sha kosmik snimka bor. Modis degan missiya borda. O'sha Modis orqali bizdagi o'sha suv keladigan tog'lardagi qorni qalinligini hisoblab, uni albatta qor erigandan keyin bizga suv paydo bo'ladi. O'shani prognozini o'sha O'rta Osiyoga qancha suv keladi keyingi yil degan narsani qilishadi. Mana misol uchun bitta katta proyektlardan bittasi. Qoyil. Juda katta loyiha. Eng qizig'i, men juda g'ururlandim. O'zbek bizani o'zimizni olimlar o'sha yerda ishlayapti. GSV degan nimasi edi, hozir to'liq rashifrovkasi esimga kelmadi. Germaniyaning juda Potsdamdagi bitta nimasi, katta ilmiy tadqiqot instituti bor. Mana misol uchun bitta yo'nalishlardan biri. Mana shu sohada o'sha narsa nima deydi? Bashorat qilinadi. Qoyil. Hozir qishloq xo'jaligi haqida ham gapirib o'tdingiz. Shu qishloq xo'jaligida sun'iy intellektni qo'llashda nimalarga e'tibor berish kerak? Aynan O'zbekistonda qanaqa qo'llasa bo'ladi shu narsani? Buni o'z umuman oxirgi mana 2019-yilda bilamiz, o'sha O'zbek kosmos agentligi bekordan-bekor tashkil qilinmadi. Aynan o'sha kosmik sviyazni rivojlantirish, kosmik aloqa texnologiyalarini, undan tashqari o'sha sun'iy yo'ldosh tasvirlari orqali har xil kompleksni monitoring qilish, tepadan turib ekin maydonlarini kuzatish bor, o'sha geologik obyektlarni kuzatishmi yoki change detection deymiz, yillar davomida misol uchun o'zgarib boryapti. O'rmon qisqaryapti, misol uchun qurg'oqchilik bo'lgan joylar ko'payib ketyapti, daraxt kamayyapti, misol uchun yashil zonalar yoki oshyapti, kamayyapti. Mana shu monitoring qilib borishar ekan. Bu narsa monitoring juda ham muhim. Bu men faqat kosmik tasvir aytyapman, u yerda ob-havoni, atmosferani nazorati ham o'sha tepada olingan har xil missiyalar bor. O'sha Sentinel 1, Sentinel 2, 3, 4, 5, 6 missiyasi bor. Undan tashqari hozir Maxar Technologies deydi, o'shani GeoEye, Worldview, ya'ni bu missiyalar hammasi o'zini maqsadi bor. Faqatgina svязь ularniki o'sha ma'lumot o'sha, ya'ni internet aloqasini ta'minlab berish emas, undan tashqari o'sha hududni, yerni tasvirga olib, kompleks monitoring qilishni yo'lga qo'yish asosiy masala shunday iborat. Biza shu kosmos agentligini ishi bir raketalar bilan shug'ullansa kerak yoki nimadir kosmosga olib chiqsa kerak deb tasavvur qilardik. Vaholanki juda ham funksiyalari ko'p ekan. Xuddi shunday. Asosiy vazifalardan bittasi o'sha kosmik aloqa bo'lsa, ikkinchi asosiy vazifasi yerni kuzatish asosida. Bu nafaqat raqamli o'sha qishloq xo'jaligi, transport sohasi, shaharsozlik deymiz, misol uchun. O'zgarishi, masalan, qurilishlar bo'lyapti, boshqa bo'lyapti, qancha joyda bino bor, qancha joyda ekin maydoni bor, ularning konturlari qanday, ularni qanaqa qilib avtomatik ravishda tanib olish mumkin. Misol uchun mana yaqinda bitta nima ishlab chiqdik, modelimiz ishladi. Bu o'sha hududni, aytaylik, ekin maydoni bo'ladigan bo'lsa, konturlarni avtomatik ravishda chegaralarni chizib beryapti. Bu nima qilib beradi? Misol uchun kimnidir yeri bor, o'sha yerni konturlarini tayyor chizib beradi. Bu yerda avtomatik ravishda o'sha kadastrda olingan ma'lumotni shunday privatsiya qiladigan bo'lsa, o'sha tayyor interaktivniy geoportalga bu narsa turtki bo'ladi, asos bo'ladi. Ya'ni qaysi hudud kimga tegishli, necha gektar, u yerga nima ekilgan, shunaqa narsani amalga oshirish mumkin. Keyinchalik
bu yerda misol uchun hosildorlik tushib ketdi. Misol uchun bug'doy ekuvdi yoki paxta ekuvdi yoki boshqa aytaylik poliz ekinlari bo'lishi mumkin. Hosildorlik tushdimi, nimani hisobiga tekshirsa bo'ladi. Resurs suv kam bo'lib qoldimi yo quyosh tushib o'tdi nimadir aytaylik qurg'oqchilik ko'payib ketdimi? Keyingi yilga o'sha narsani aytishimiz mumkin. Baraka topib bu yoqqa bu narsani ekmagin, keyingi yilga boshqa narsa ek, chunki bu yerda senda resurs muammo bor. Chunki tepadan ko'rib turibsiz hamma narsani-da. Albatta. O'sha u endi bu yerda masalalar juda ko'p. Mana shu tomondan ham boyagi nimalarni, bashoratlarni o'zida o'zi emasda. Mana shunaqa dasturiy vositalarni ishlab chiqish, ayniqsa mana hozirgi kunda yoshlarimiz faqatgina front-end, back-endchi bo'laman, front-endchi bo'laman emas. Mana shunaqaroq sal spesifik sohalarga kirsa ham nur ustiga a'lo nur bo'ladi va bu yoshlar uchun ham qiziqarli deb o'ylayman. Bu narsa menimcha juda ham ko'p mablag' keltiradigan soha ham shekilli. Chunki bitta fermerni misol uchun ko'p eshitamiz, men uni ekib qo'ydim, o'smadi, buni ekib qo'ydim, mana bunaqa bo'lib ketdi. O'sha qurg'oqchilik bo'ldi yoki suv ko'payib ketdi, chirib ketdi yoki qanaqadir bir hasharotlar yeb ketdi degan narsani kuzatamiz. Demak, qanaqadir shu mobil dasturi, qanaqadir programmasi chiqadigan bo'lsa, shundan foydalanib fermerlar ham juda katta vaqt va mablag'i menimcha shu iqtisod qilib qolishlari mumkin. To'g'rimi? Bo'lmasam shu savolingizga nima deydi, aniq fakt bilan javob beray, ya'ni ko'zimiz bilan ko'rib kelgan narsa bilan agar misol keltirsam ishonchliroq bo'lardi, faqat gapda bo'lib qolmasdi. O'sha stajirovka jarayonida o'sha professor Itka bilan ularda endi maxsus qurilmalari bor, maxsus sensorlari bor. O'sha boya raqamli qishloq xo'jaligi dedik va bitta tepadan rasmga oldik, u raqamli bo'lib qolmaydi u bilan albatta. Unga qo'shimcha sensorlari bo'lishi kerak, qo'shimcha o'lchaydigan apparatlari bor. Biz o'sha borganimizda bir 3 xil 4 xil apparatlar bor. Endi ular har xil namlikni o'lchaydigan apparati bor. Tuproqni o'zini har xil parametrlari bor. Endi men o'tda biologlar ham ishlaydi-da, birgalikda. O'sha tuproqning tarkibini o'rganadigan. Ular ham o'zini faoliyatini olib boradi, o'zining sensorlari bor. Endi bizga sal yaqinroq bo'lgan o'sha elementar 2-3 ta apparatni ishlatib ko'rdik. O'sha o'simlik o'sha aytib o'sib turgan o'simlikning yaprog'ini namligini o'lchayapti. Yerning namligini o'lchayapti, yog'ingarchiligini o'lchayapti, shamolni o'lchayapti. Sensorlar bilan hammasini yig'ib boradi. Bir vaqtda o'zida. Bir vaqtning o'zida boradi. Hamma sekin o'zini ishini oladi, sensorni oladi, sekin dalaga kirib ketadi. U yerda ham bittalab hammasini olib chiqmaydi. Kerakli nuqtalardan dalillarni oladi, interpolyatsiya qiladi. U hamma joyga o'sha ma'lumot yoyiladi. Chunki quyosh bitta tushyapti, yomg'ir bitta joyga yog'adi. Interpolyatsiya qiladi. Bu sensorlar bo'yicha. Endi asosiy yana bitta narsa dronlar bor, aytib o'tdim. 3 xil turdagi dronni o'zimiz uchirdik. Birinchisi o'sha Autel deydi. Oddiy mana o'zimiz biza ko'radigan dronlarimiz bor, bunda pult bilan uchiradigan o'sha multirotor deydi, o'sha parrakli. Ko'tariladi, kamerasi bor. Endi bizda dronlar oddiygina bir qimmat turmaydi o'zi, 2-3 millionga ham sal kattaroq dron olsa bo'ladi, lekin uni ichidagi boyagi multispektral kamera asosiy narsa-da. Qimmat tursa kerak. Tepadan hududni rasmga oladigan, uni nima deydi? Resolution deydi. Aniqligi ham yuqori. Spatial resolution deydi, fazaviy aniqlik. Yuqori, misol uchun 2 santimetrgacha aniqlikni olib beradi. 2 santimetr degani bu juda ham katta nima? Aniqlik hisoblanadi. Birinchisi Autel bo'lsa, oddiy, ikkinchisi nima bor? EBX. EBX bu o'sha Shvetsariyani kompaniyasining nimasi, droni. Endi u o'sha qanotli dron deyiladi. Qanotli dronni bunday nima deydi? O'zini uchirish ketma-ketligi bor. Birinchi kompyuterda uni flight planning deydi. O'sha uchishni, dronni uchib missiyasini bajarishini rejasini qilasiz. Ya'ni o'zining programmasi bor, Emotion degan application. O'shanda hamma narsasini bajarasiz. Dronni kompyuterga ulaysiz-da, uchirasiz, ketdi, boradi, missiyani bajaradi и kelib tushadi joyiga. Uni uchish qo'nishi sal nima deydi? Avtomatik emas, yarim avtomat. Bunday qo'l bilan qo'yib yuborish kerak, uchadi. Undan keyin kelganda ham yumshoq joyga qo'ndirish kerak. Bo'lmasa nima bo'lib qoladi. Uchinchisi bor, Vintra. Endi boyagi birinchi Autel menga shu professor bergan ma'lumoti bo'yicha $3000 atrofida turadi, $3000 boy EBX 10,000 atrofida. Oxirgi o'sha
avtomat o'zi ko'tariladi, o'zi qo'nadi, juda ham aqlli. O'sha multispektral kameralari ham qimmat, uning ichida panxromatik spektral kanali. U endi qimmatroq turadi. Adashmasam 45 ming atrofida. Lekin juda aniq, juda o'sha 8 gektarmi, 10 gektarmi, 50 gektarmi farqi yo'q. Missiyani reja qilasiz, o'zi uchadi, hududni rasmga oladi. Bu yerdan sensorlardan danini oldik. Hammasini ikkalasini privatsiya qilasiz. O'sib, misol uchun biz borgan paytimizda 3 oy davomida hududga 7 marta chiqdik. 7 marta chiqib o'sha har 2 haftada. Har 2 haftada o'zgarishni bemalol kuzatish mumkin. Mana misol uchun o'sha yerdagi ekin maydoni may oyida qanday bo'lsa, avgust oyidagi oxiridagi bilan qanaqa o'sib bordi. Qanaqa bo'ldi? Даже quyoshni tush burchagi qay darajada tushib, o'sha ekinni nima deydi, hosildorligiga qay darajada ta'sir qilganini ham korrelyatsiyasini hisoblayapti. Misol o'tirib, o'sha yerda PhD tayanch doktorantlar o'tirib ishlayapti, magistrlar ishlayapti. Elementar o'sha narsani ham tekshirib ko'rishadi. Qo'yib. Ya'ni o'sha drondan olinadigan boy tasvirda shunaqangi spektral kanallari bor. Sizga o'sha quyoshni qay darajada ta'sirini ham o'rganib beradi. Bundan tashqari bizda bor qo'shimchasiga sensor ma'lumotlar. Mana bular hammasini o'tirib, обработка qilib, o'sha qayta ishlab, har xil o'sha oddiy machine learning bilan o'qitib ko'rib, misol uchun mashina o'qish yoki sun'iy intellektni har xil modellarga o'qitib, natijalarni qanchalik yaxshilasa, boyagi bashorat qilinadigan natijalar aniqligi ham shuncha oshyapti. O'shaning uchun ham boyagi Geo AI muhimda juda ham. Tushunarli. Yana bitta joyi, men umuman e'tiboriga ham olmagan ekanman, o'sha joyini menga juda ham ma'qul bo'ldi o'sha ideya. Misol uchun qish paytidagi qattiq kelgan qish keyinchalik bo'lishi mumkin bo'lgan hosildorlikka qay darajada ta'siri bor degan narsani ham kosmik snimkadan olib, ob-havoni stansiyada olingan danlarni olib privatsiya qilib tadqiqotlar. Ya'ni real o'sha hududdagi o'sha fermerlar tomonidan, mutaxassislar tomonidan uchrayotgan muammolarni bu universitetda, laboratoriyada konkretniy aniq nima deydi? Vazifalar qo'yilgan holatda tadqiqot olib borilyapti. O'shanga yarasha natijalari bor. Mana shu tomonlari juda ham nima deydi, odamga motivatsiya beradi, что ilmiy tadqiqot ishini olib borish kerak. Ayniqsa shu GIS bo'yicha, sun'iy intellekt bo'yicha, shu remote sensing bo'yicha menimcha ko'proq ishlar qilsa bo'ladi. O'zbekistonda ham juda ham ko'p bu narsalarni yechish kerak bo'lgan masalalar juda ko'p. O'shaning uchun yoshlarga ham hozir o'zimizni talabalarimizga ham murojaat qilardim. Mana shu sohaga qiziqib qolaversa, bizda kompyuter injiniring fakulteti nimasida mutaxassislik bor. Geoaxborot tizimlari va texnologiyalari degan. Juda ko'pchilik menimcha bitiruvchi talabalarimiz uni ko'rsa, geoaxborot tizimlari nima ekan bu deyishi mumkin. Bu men kerakmi o'zi bu yo'nalish, geoaxborot? Nima ish qiladi bular? Nima ekan bu o'zi degan savol bo'ladi, chunki o'zimiz ham paytida bakalavr bitirib magistrga kirayotgan paytimizda o'sha nomi chiqqan qaysi bo'lsa shunga topshirishga harakat qilganmiz. Buning ichida qiziqib ham ko'rmaganmiz, nima o'zi, nima bo'lgan degan. Mana shuning uchun ma'lumot o'rnida aytib ketaman, albatta qiziqadiganlar bo'lsa, mana shu sohaga bemalol keyinchalik mana magistraturani davom ettiradi. Hozircha bakalavr yo'q, lekin nasib qilsa keyinchalik ta'lim yo'nalishi bo'yicha imkoniyatlar bo'lsa ocharmiz balkim. Lekin magistratura mutaxassisligi bor, u bo'yicha laboratoriya faoliyat olib boryapti. Menimcha ko'pchilikka manfaatli ham bo'ladi, talabalar ham menimcha qiziqadi deb o'ylayman. To'g'ri. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rib turganinglardek, bu sohada qilinadigan ishlar hali juda ko'p ekan, soha rivojlanayotgan va yaxshigina mablag' kiritilayotgan ekan, ya'ni moddiy tomondan ham menimcha yomon bo'lmasa kerak tushumlar. To'g'rimi? Albatta. Hammaga maslahat beramiz. Yana ushbu sohalar bo'yicha, ushbu yo'nalish bo'yicha kimdadir qanaqadir savol tug'iladigan bo'lsa, ruxsatingiz bilan sizga murojaat qilishsinda, kompyuter injiniring fakultetiga bemalol kelsanglar bo'ladi. Yana fakultetda qanaqadir qo'shimcha ishlar qilinayotgan bo'lsa, qanaqadir laboratoriya bo'lsa, shu haqida bir ma'lumot bersangiz, keyin bugungi ko'rsatuvimizga yakun yasasak. Demak, boya aytganimdek, bizda kompyuter tizimlari kafedrasida 6-etajda joylashgan, 6-qavatda, F binoda. U yerda aynan geoaxborot texnologiyalari bo'yicha va o'sha remote sensing bo'yicha ishlaydigan mutaxassislarimiz bor. Ularga bemalol murojaat qilsalar bo'ladi va undan tashqari 2-qavatda GISLab
laboratoriyasi bor. Aynan o'sha 2018-2022 yillarda doirasi o'sha xalqaro loyiha doirasida tashkil qilganmiz. Nikopa degan loyihamiz bo'lardi. Yangi va innovatsion kurslar raqamli qishloq xo'jaligi. Mana shu doirasida tashkil qilingan, bemalol o'sha yerda borib, kelib, bemalol faoliyat olib borsa bo'ladi. Demak, eshiklarimiz ochiq hamisha. Albatta. Iqtidorli talabalar bo'lsa, mana shu axborot texnologiyalariga qiziqdim, sun'iy intellektni tushunaman, o'sha masalalar, remote sensing datalar bilan, tasvirlar bilan ishlayman degan talabalar bo'lsa, marhamat, kelinglar. Birgalikda ishlaymiz. Keyinchalik mana magistraturaga topshirishingiz mumkin. Albatta, juda ham qiziqarli soha. Kelsanglar yanada ko'proq muhokama qilishimiz mumkin. Hurmatli obunachilar, hurmatli kuzatuvchilar, bugungi Tweet podcast loyihamizning bugungi soni o'z nihoyasiga yetdi. Timur aka, sizga sermazmun va samimiy suhbat uchun kattakon rahmat. O'ylaymizki, obunachilarimiz tomonidan savollar yig'ilib qolsa, xudo xolasa, keyingi sonlariga ham sizni albatta taklif qilamiz.